poloni saypunlardek tikiplib etadi. Hamda polo qozonning ostidagi o'tni ilib, eng oldida qo'g'lab ketayotgan cho'moqchini o'tliq mehr bilan qizg'in kutib oladi. Hamda davomli ketishni boshlaydi. Tariyada oshiguchi kangyada mushya deganda ko'pchilik yerlar yumshoq seriq to'pliq kangtasha bir yerni topgandan keyin qadamlarini to'xtatib bir qapas so'qishmoqchi bo'ladi. Shodi bo'lsa mushundoq yumshoq yerlardan hep qolgan birdan bir sijonsi bar tomni izlab tepib, qo'lchimoqchilarni tomga muhrlab etadi. Bu esnada qolgan fursatparast qo'lchimoqchilar dipti ilib qechib mo'ki-mo'kilan o'ynamoqchi bo'ladi. Chanchang bayg'asi ochiq bu bala o'zini og'irlashtiruvchi deb o'ylab qoldi Motang, tomning uyquga ishga dastlabli o'zsa bo'ladigan ishni ovorchilik qilib, tomni teshib urib, kambag'allar ma'lusini texmi kambag'al qilib etadi. O'yan bo'layotamda, ha? O'yan bo'layotamda. Ha, mana endi qo'g'isha, qaja, kech baqa. O'yanga boshlab kirib ketgan Shodi bularning kayindan qo'g'lab ikkinchi mo'ki-mo'kilan o'ynamas qilib etadi. Mingtaslikda qutulgan Shodi bilan depti avtobusga o'ldirib jiroq ketmoqchi bo'ladi. Lekin bu chaqda bu ish olliburun qangsha burunning buniga purab bo'lgan edi. Gaqila. Boshqa masala yo'q, bolam, boshqa masala yo'q. Shu biz burun, cho'nglar shu burun. Sen mening burnimni mazaq qilgidek oldingmi, ha? Nima burun, ha? Nima burun? Erobay ochchig'ida bo'g'iz qiynatisini bo'g'izlab levitidi. Hamda yaxshi bir kuyog'ul bo'lish sifati bilan yolg'iz qolgan qiynonasini mo kaynidan billa yo'lga sep qo'ydi. Aka, bu ishni qanday qilamiz? O'g'ilni ko'zdan yo'qdinglar. Qizni men so'yima. Darvaqa, Verobayning odamlari Shodini ko'zdan yo'qtib, hamda pokitni yo'qotish uchun bu ishga bir-biriga ko'ygan oshiq mashqni ko'yib pishqan oshiq mashq qilib etdi. Bu jarayonda qutqazuvchilar kelib, chalib pishib qolgan Shodini bayqab qoladi. Hamda ko'ta-ko'ta qilib uni bolnis qoladi. Butun doktorlar Shodini qutuldirishga amal qila olmagan bu paytda bir holatimi kiymagan cho'ng apashdan birisi o'ttirga chiqadi. Sizlar ansirmanglar. Bu balning beshi tangib qapti. Tuxumning serig'ini xo'ngniyoga aralashtirib, dakaga chilab tanglab qo'ysaqlar o'ngshilib qoladi. Mana hammaga asqata tuxumning yiqi nima degan satay doktorning xiti degandek yoki doktorlarning karomatimi, tuxumning kuchimi bilmadik. Shodining kuyib kulib ketgan chiroyi asliga kelib qolmasdan qoshlari terilib, surmilar surilib, qo'sh qapoqlari kesilib, moylashib ketgan chochlari mo'sida qotirgandek bo'lib, xinimchiray bo'lib ketgan edi. Efendim, chiroyingiz almishib ketdi. Haqaçan telefoningizning ekranini ochmaydigan bo'lib qoldingiz. Mayli, bizning bu yerda naqd pul to'lasangiz bo'ladi. Aja qilib beraylik. 999 ming so'm rubl qilib bersakli bo'ldi. Pulning sonini anglagan Shodi nim bo'lib ketdi zodi deb kongrapla qoladi. Abla, hozir korimda 32 so'm 50 tin baxung bo'ldi, 5 so'm 80 tin baxu habida gadan kichik qazva. Shin korim itlib ketdi. Allohning to'yi qo'ydigan pul vatihi. Qasabda qolgan 9 qo'y, saypon qolgan 6 qo'y, baqqalık berdigan 7 qo'y, oliyabaga 20 qo'y, soniyabaga 15 qo'y. Abla, qandami to'lab bo'ladimi? Bu pullarni to'g'ri ismga keldi. Degandek bizning bu kelishgan ham ziyrak bosh qahramonimiz Shodi intayin dona amaldan birini tep chiqib, xatdan birini qoldirib, asta tikib o'tadi. Xatga yo'g'on qilib, "Ling chammiyo" deb yozg'iliq edi.